Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz yangi O'zbekiston taraqqiyotida muhim o'rin tutayotgan bir masala media savodxonlik va axborot madaniyati haqida so'z yuritamiz. Raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va tezkor axborot oqimi hayotimizni tubdan o'zgartirdi. Endilikda axborotni faqat olish emas, balki uni tahlil qilish, tekshirish va ongli ravishda qabul qilish ham muhim. Aynan shu jarayonda media savodxonlik fani jamiyat uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Media savodxonlik bu shaxsning axborotni izlash, tahlil qilish, baholash va undan mas'uliyat bilan foydalanish qobiliyatidir. Bugun yolg'on xabarlar, manipulyatsiya, fake content va axborot bosimi kuchayib borayotgan bir paytda bu fan insonning axborotga nisbatan immunitetini shakllantiradi. Media savodxon shaxs yangilikka ishonch bilan emas, savol bilan qaraydi. Bu esa demokratik jamiyatning muhim belgisidir. Axborot madaniyati media savodxonlikning davomidir. U insonning axborotdan foydalanish etikasi, madaniyati va mas'uliyatini o'z ichiga oladi. Yangi O'zbekistonda axborot madaniyati yosh avlodni ma'naviy jihatdan barkamol, ijtimoiy mas'uliyatli qilib tarbiyalashga xizmat qiladi. Axborot madaniyatiga ega bo'lgan shaxs boshqalar fikrini hurmat qiladi. Nizolarni axborot orqali kuchaytirmaydi va jamiyatda sog'lom muhitni qo'llab-quvvatlaydi. Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida media savodxonlik va axborot madaniyati faniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida ushbu fan yoshlarni raqamli muhitda mustaqil fikrlashga, axborot xavfsizligini ta'minlashga va ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanishga o'rgatadi. Bu fan nafaqat bilim beradi, balki hayotiy ko'nikmalarni shakllantiradi. Xulosa qilib aytganda, yangi O'zbekistonda media savodxonlik va axborot madaniyati fani bu kelajak avlodni ongli, mas'uliyatli va raqamli dunyoda o'z o'rnini topa oladigan shaxs sifatida tarbiyalashning muhim vositasidir. Axborot bilan ishlashni bilgan jamiyatgina barqaror rivojlanadi. Shu bois media savodxonlik bugun fan, ertaga esa hayot mezoniga aylanmoqda.